Odam payg'ambar qissasi. Avvalida faqat Allohning yakka o'zi bor edi. Alloh hali hech bir mavjudotni yaratmagan edi. U bilan birgalikda hech narsa yo'q edi. Keyin Alloh yaratishni xohladi va bo'l dedi. Chunki Alloh biror narsani yaratmoqchi bo'lsa, faqatgina bo'l deyishini o'zi yetarli va bo'l degani shu zahoti bo'ladi. Alloh bo'l dedi, yulduzlar paydo bo'ldi. Alloh bo'l dedi, dunyo yaraldi. Osmon, bulutlar, daraxtlar, gullar, mevalar paydo bo'ldi. Alloh bo'l dedi, asalarlar, kapalaklar va chumolilar paydo bo'ldi. Qushlar, baliqlar, jayronlar, yo'lbarslar, fillar paydo bo'ldi. Alloh bo'l dedi, qo'ylar, tez yuguruvchi otlar va katta sigirlar paydo bo'ldi. Va Alloh bo'l dedi, tuproqdan bir inson paydo bo'ldi. Bu birinchi inson edi. Alloh unga odam deb ism qo'ydi. Odam ato avval jannatda edi va juda mamnun edi. Ammo u yolg'iz edi. Koshki odamning ham bir do'sti bo'lsa, ya'ni jufti bo'lsa edi. Alloh shunda momo Havvoni yaratdi va uni odam atoga do'st qildi. Odam ato bilan momo Havvo birgalikda go'zal hayot kechirishardi. Chunki jannat judayam go'zal joy edi. U yerda ko'ngillari nimaniki istasa bor edi. Turli tuman gullar va ko'plab mevali daraxtlar. Barcha daraxtlarga chiqib, istagan mevalardan yeya olishar edi. Ammo bittagina daraxtga ruxsat yo'q edi. Alloh taolo hech qachon bu daraxtga yaqinlashmanglar degan edi. Bu taqiqlangan daraxt edi. Uning mevasi ham taqiqlangan meva edi. Odam ato va momo Havvo jannatda juda baxtli edilar. Ammo shayton umuman xursand emas edi. Chunki u odamni yomon ko'rardi. Tabiiyki momo Havvoni ham hech yoqtirmasdi. Alloh shaytonni olovdan yaratgandi. U farishta emas edi, lekin farishtalar bilan bir darajada edi. Alloh odam atoni yaratganida farishtalarga odam atoga sajda qilishlarini buyurdi. Farishtalar bu buyruqni darhol bajardilar. Shayton esa Allohga meni olovdan, odamni tuproqdan yaratding deb javob berdi. Men undan ustunman, uni hech qachon hurmat qilmayman dedi. Bu Allohga ochiqchasiga qarshilik qilish edi. Ham katta bir hurmatsizlik edi. Alloh shaytondan g'azablandi va uni huzuridan haydab yubordi. Shuning uchun shayton odamni yomon ko'rardi va odam atodan qasos olishni diliga tugib qo'ygandi. Lekin qanday? Jannatdagi go'zal kunlardan biri edi. Shayton bir daraxt orqasiga yashirindi. U odam ato va momo Havvoni kuzatib turardi. Shularni bu yerdan qo'dirishim kerak dedi va xoinlarcha bir reja tuzdi. Salom odam, salom Havvo deya yashiringan joyidan birdan chiqdi. Salom senga ham dedi odam ato bilan momo Havvo. Voh, sizlarga juda achinyapman dedi shayton. Nima uchun? Bizni nimamizga achinyapsan dedi odam. Tez kunda jannatdan ketarkansiz a? Dedi shayton. Biz ketarkanmizmi? Deya ajablandi odam. Ha, shunday dedi shayton. Kuni kelib o'lasiz va bu yerdan ketarkansiz. Bu yer jannat dedi odam. Bu yerda o'lim yo'q-ku. Sizlar shunday deb o'ylaysiz dedi shayton. Odam qo'rqib ketdi. Momo Havvo esa undan ham ko'p qo'rqdi. Lekin umuman tashvishlanmang, buning bir yo'li bor dedi shayton va uzoqdagi bir daraxtni ko'rsatib, agar o'sha daraxtning mevasidan yesangiz, hech qachon o'lmaysiz va jannatda abadiy qolasiz dedi. Ammo bu taqiqlangan daraxt dedi odam. Biz undan hech qachon yemasligimiz kerak. U bizga taqiqlangan dedi momo Havvo ham. Shayton esa Allohga qasamki, men rost gapiryapman deb javob berdi va yana ko'plab qasamlar ichdi. Shayton shunchalar qasam ichdiki, odam ato bilan momo Havvo tezda unga ishonishdi. Shundoq ham ular yolg'on nimaligini bilishmas edi. Ular borib man qilingan daraxtning mevasidan yedilar. Ha, deb kuldi shayton.
ularni aldadim, ularni chuv tushirdim. Alloh Odam va Havoga shayton ularning dushman ekanligini ta'kidlagan edi. Shayton bilan ehtiyotkor bo'lish kerakligini aytgandi. Eyvoh, dedi odam, biz nima qilib qo'ydik? Bu meva man qilingan daraxtning mevasi edi. Biz uni hech qachon yemasligimiz kerak edi. Momo Havo ham yig'lay boshladi. Ikkalasi ham qilgan ishidan judayam afsusda edilar. Odam ato va Momo Havo Allohga tavba qilib kechirim so'rashdi. Alloh taolo ularni afv etdi. Chunki Alloh kechirishni yaxshi ko'radi, ammo ular endi jannatda qola olmasdilar. Va Alloh ularni yer yuziga jo'natdi. Odam ato va Momo Havo ko'p yillar davomida yer yuzida yashadilar. Dunyoda yashash unchalik oson emas edi, lekin Alloh Odam atoga hamma narsani o'rgatgan edi. Masalan, ekin ekish, non tayyorlash, baliq ovlash va albatta olov yoqishni ham. Keyin Odam ato va Momo Havo ko'p farzandlar ko'rishdi. Alloh Odam atoga payg'ambarlik vazifasini berdi. Odam alayhissalom farzandlariga doimo Allohni tanitdi va shayton ularni qanday aldagani hamda jannat qanday go'zal joy ekanligi haqida ham ta'lim berdi. Hammasi mana shunday boshlandi. Biz hammamiz Odam alayhissalomning farzandlarimiz.